Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bugungi briefing 2025-yil davomida Urganch davlat pedagogika institutida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni barvaqt oldini olish yo'nalishi bo'yicha amalga oshirilgan profilaktik ogohlantiruv tadbirlari to'g'risidagi hisobotni jamoatchilikning e'tiboriga yetkazish maqsadida tashkil etildi. O'tgan yil mobaynida Urganch davlat pedagogika institutida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni barvaqt oldini olish yo'nalishida bo'lim tomonidan muayyan ishlar amalga oshirildi. Jumladan, korrupsiyani oldini olish, manfaatlar to'qnashuvini tartibga solish borasida olib borayotgan targ'ibot ishlarini samaradorligini yanada oshirish, targ'ibot va tashviqot tadbirlarini tashkil etish orqali yoshlarda korrupsiyaga nisbatan toqatsiz munosabatni shakllantirish, yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlar belgilab amalga oshirish maqsadida korrupsiyaga qarshi ishki nazorat bo'limi tomonidan 4 ta nizom, 1 ta reglament, 1 ta uslubiyat, 14 ta buyruq loyihasi va 7 ta chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi va ijroga yo'naltirildi. Mazkur ishlab chiqilgan ishki hujjatlar asosida institutda mehnat faoliyatini olib borayotgan professor o'qituvchilar, barcha toifadagi ishchi xodimlar va talaba yoshlar o'rtasida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni barvaqt oldini olish borasida tizimli ravishda targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Mamlakatimiz prezidenti raisligida korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha Milliy kengashning korrupsiyaning oldini olish bo'yicha ishlar natijadorligi va kelgusida ustuvor vazifalarga bag'ishlab 2025-yil 5-mart kuni o'tkazilgan yig'ilishda belgilab bergan vazifalardan kelib chiqib, tashkilotga ishga yangi qabul qilingan xodimlarni dastlabki ish kunidan halollik vaksinasi bilan emlash tadbirlarini o'tkazish ishlariga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-iyundagi aholi va davlat xizmatchilarining korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi bilimlarini uzluksiz oshirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlar to'g'risidagi PK 228-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida o'tgan yil davomida jami pedagogika fakultetining 498 nafar, aniq va amaliy fanlar fakultetining 1180 nafar, filologiya va tarix fakultetining 1638 nafar, boshlang'ich ta'lim fakultetining 801 nafar, jami 4117 nafar talaba yoshlar ro'yxat asosida korrupsiyaga qarshi kurashish virtual akademiyasi elektron platformasi orqali onlayn tartibda o'qitildi. Korrupsiyaga qarshi kurash virtual akademiyasi elektron platformasi orqali onlayn tartibda o'qitilgan talaba yoshlarning 1613 nafari birinchi bosqich, 1500 nafari ikkinchi bosqich va 1004 nafari uchinchi bosqich talabalarni tashkil etdi. Shuningdek, vazirlikning korrupsiyaga qarshi ta'lim va yoshlarning imkoniyatlarini kengaytirish global resursi GRACE dasturi doirasida o'qitish amaliyotini joriy etishni tashkil etish to'g'risidagi 2024-yil 24-sentyabrdagi 355-son buyrug'i talablari asosida bo'lim tomonidan o'quv uslubiy boshqarmasi bilan hamkorlikda 6 ta seminar va 80 ta o'quv mashg'ulotlari o'tkazildi. Ushbu jarayonlarga jami 2460 nafar talaba yoshlarning ishtiroki ta'minlandi. 2025-yil mobaynida bo'lim tomonidan institut talabalari yoshlar o'rtasida 256 ta marotaba korrupsiyaga qarshi kurash yo'nalishi bo'yicha huquqiy mavzularda targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Targ'ibot tadbirlarining 88 tasi ma'ruza, 95 tasi davra suhbati, 330 tasi seminar ko'rinishida hamda 40 tasi uyma-uy borib o'tkazildi. Ushbu tadbirlarga 6127 nafar talaba yoshlarning ishtiroki ta'minlandi. Talaba yoshlarda korrupsiyaga nisbatan toqatsizlik munosabatini shakllantirish maqsadida institut rektorining tegishli buyruqlariga asosan talaba yoshlar o'rtasida yoshlar korrupsiyaga yo'q deydi mavzusida 2025-yilning 19-may kuni eng yaxshi essilar, 10-15 noyabr kunlari eng yaxshi rasmlar va 17-22 noyabr kunlari eng yaxshi insholar tanlovlari o'tkazildi. Institutdagi mavjud korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va bartaraf etish hamda iste'molchilarning ta'lim xizmatlari sifatidan qanoatlanganligini baholash maqsadida o'tgan yilning 28-martdan 12-aprel kuniga qadar talaba yoshlar o'rtasida onlayn tartibda anonim so'rovnomalar tashkil etildi. So'rovnoma tadbiriga jami 2319 nafar talaba yoshlarning ishtiroki ta'minlandi. So'rovnoma natijalari bo'yicha ishtirokchilarning fikr va mulohazalari tahlil etilib, bo'lim tomonidan institutdagi qoldiq korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish hamda ta'lim sifatini yaxshilash bo'yicha zarur chora-tadbirlar belgilandi va tegishli sohaviy bo'limlarga topshiriqlar berildi. Shuningdek, 2025-yilning 13-noyabr va 24-noyabr kunlari korrupsiya holatlarini aniqlash borasida vazirlikning rasmiy messenjeri orqali tashkil etilgan so'rovnomalarda institut talaba yoshlari va xodimlarining ishtiroki ta'minlash bo'yicha so'rovnoma havolasi institutning rasmiy veb-saytlari orqali e'lon qilindi. Vazirlik tomonidan joriy yilning 13-noyabr kuni tashkil etilgan onlayn so'rovnoma tadbirida institutning 2768 nafar
24-noyabr kungi o'tkazilgan so'rovnoma tadbirida esa 1225 nafar institutning talaba yoshlari va xodimlarining ishtiroki ta'minlandi. Stop korrupsiya hashtagi ostida challenge tadbirlarini o'tkazish aholi orasida korrupsiyaga qarshi taqotsizlik munosabatini shakllantirishda muhim ahamiyatni kasb etishini inobatga olib, bo'lim tomonidan ushbu yo'nalishda ham bir qator ijobiy ishlar amalga oshirildi. Jumladan, o'tgan yilning 19-mart kuni hamda 5, 8 va 19-20 sentyabr kunlari Stop korrupsiya hashtagi ostida o'tkazilgan challenge tadbirlarida 300 nafardan ortiq professor o'qituvchilar, 4769 nafar talaba yoshlar va hamda 210 nafar ish xodimlarining faol ishtiroki ta'minlandi. Imtihonlar, kurs ishlari va bitiruv malakaviy ishlarini baholashda hamda doktorantura va mustaqil izlanuvchilikka qabul jarayonlarini adolatlilik, qonuniylik va shaffoflik va ochiqlik prinsiplari asosida o'tkazilishi ta'minlash ishlari bo'lim tomonidan alohida nazorat ostiga olingan. Jumladan, o'tgan davr mobaynida talaba yoshlardan olinadigan yakuniy nazorat imtihon va yakuniy davlat attestatsiyasi jarayonlari, shu jumladan kurs ishlari va bitiruv malakaviy ishlarini baholash hamda doktorantura va mustaqil izlanuvchilikka qabul jarayonlari belgilangan tartibda tashkil etilishi hamda ushbu barcha jarayonlarni video kuzatuv moslamalari o'rnatilgan dars xonalarida olib borilishi va onlayn kuzatuv orqali namoyish etilishi ta'minlandi. Bo'lim tomonidan institutning rasmiy veb-saytida korrupsiyaga qarshi kurash rubrikasi sarlavhasini ochish va sifatli yuritish ishlari ham samarali joriy etilgan. Institutning rasmiy veb-saytida korrupsiyaga qarshi kurash sarlavhasidan foydalanuvchilar uchun yanada qulayliklar yaratish maqsadida sarlavha institutning veb-saytidagi birinchi sahifasiga joylashtirildi. Sarlavhada sohaga oid bo'lgan barcha ma'lumotlar 12 ta asosiy sahifa orqali muntazam ravishda jamoatchilikning e'tiboriga yetkazib borishi yo'lga qo'yildi. Korrupsiyaga qarshi kurash hamda manfaatlar to'qnashuvini tartibga solish yo'nalishlari bo'yicha ega bo'lgan bilimlarni oshirish va kasbiy mahoratni muntazam ravishda rivojlantirib borish bo'lim xodimlarining asosiy maqsadlaridan biri bo'lib hisoblanadi. 2025-yilning o'tgan davr mobaynida O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi, Oliy va o'rta ta'lim vazirligi huzuridagi bosh ilmiy metodik markaz, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi akademiyasi, Oliy ta'lim tizimi kadrlarini qayta tayyorlash va malaka oshirish instituti hamda O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi moliya organlari hamda budjet tashkilotlarining moliya hisob bo'linmalari xodimlarini tayyorlash va qayta tayyorlash o'quv markazi tomonidan tashkil etilgan 8 ta masofaviy kurslarda bo'lim xodimlari ishtirok etishdi va tegishli sertifikatlarga ega bo'lishdi. 2024-yil 2025-yil o'quv yili mobaynida korrupsiyaga qarshi kurash yo'nalishida amalga oshirilgan ishlar institut matbuot bo'limi tomonidan tashkilotning rasmiy veb-saytlari orqali va boshqa ommaviy axborot vositalari orqali muntazam ravishda yoritib borilmoqda. Bo'lim tomonidan amalga oshirilgan ishlar va ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida 2024 va 2025-yilning o'tgan davri mobaynida institut professor o'qituvchilari, ish xodimlari va talaba yoshlari bilan bog'liq bo'lgan korrupsiyaviy turdagi jinoyat va huquqbuzarliklar sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Shu bilan briefingimiz tamom. E'tiboringiz uchun rahmat.